Lekin hurmatli obunachilar, Farg'ona mashina bozorida bugungi kun 30-noyabr Spark mashinalarini narxi bilan tanishib chiqamiz. Like bosib, obuna bosib, kuzatishda davom eting. 2017-yil Spark toza. Narx qanaqa? 6,5 mingdan tushib beramiz. 6,5 mingdan tushib berishadi. Mexanika bu? Mexanika. Bunimiz 2015-yil 5,5 mingdan tushib berishadi. 3-pozitsiya. Nomerlarini qoldiramiz chiroyli qilib. Bunisi qanaqa aka? 2015 3-pozitsiya. 2015 3-pozitsiya bu ham. Bu narx qanaqa? Buni 5900 dan tushib beramiz. 5900 kami bor. Sunnatiga hamma mashinani o'tib berishadi, xudo xolasa. Bunisi qancha aka? Yili necha buni? 2014. 2014-yil 5000 qancha bu? 5900 dan tushib beramiz. 5900 dan tushib bersa, kraskamiz buniga 20%, a? 20% kraskada. Bunisi qanaqa endi yili? Bu 2013. 2013-yil Spark. Qancha qilib berasiz buni aka? 5,5 mingdan tushib berishadi. Kraskamiz Kraskasi toza. toza kraskada. Bizina bu, mash bizinida. Yo'q, narigi bizin. Narigisi bizin ekan. Bu metanda. Bunimiz qancha ekan aka? Bunimiz boqolasi sotildi bunimiz. Bu sotildi. Qanchaga sotdingiz aka? Buni aka sotdik 55 ming. 5500 ga bu sotilibdi. Keyingisini olamiz. Bunisi necha yili buni? 2014. 2014 qancha deyapsiz aka? 20% kraskasi bor. Narxi 700 dan tushib beramiz. 5700 dan o'tib berishadi. Hamma mashinamiz mexanika bizda. Avtomatimiz ham bor aka. Mayda bitta avtomatimiz bor. Bu yili necha buni aka? 2012-yil. Narxi qanaqa? Narx aka 5 mingdan tushib beramiz. 5 mingdan tushib berishadi. Kraskamiz 20% bor. 15% kraskasi bor. O'zlaringiz ustiga ko'rsatib olaverasizlar. Avtomat korobka. Avtomat korobka ekan. Bunimiz mana 2200 ga Spark qidirganlar. 2200 puli borga chiqadi mana Spark. 2000 krediti bor, oyiga 2 milliondan tushadi. Yili 2012-yil. Darigisini ham o'raylik. 2014-yil Spark. Narx qanaqa edi buni aka? 5,5 dan tushib beramiz. 5,5 tushib ber. Kraskamiz 15%. 15% kraskada 5,5 mingdan o'tib berishadi. Sparkga qiziqadiganlar mana sizlarga Sparkda bozori. Keldik, oldik. Ko'ringlar sizlar ham. Like bosib, obunani bosamiz. 2-yil 4 mingdan o'tib beramiz deyapti. Kraskamiz qancha? 4 ming naqd puli borga beragan. 4 mingdan o'tib berishmas ekan. 15% kraskasi bor. Mexanika bu ham. Mexanika ekan. Bunimiz 2015 kraskamiz eshigida bor deyishdi. Narxi 5000 5500 qilib beramiz. 5500 qilib berishadi. Bo'ladigan narxi 5500 a. Bu ham mexanika ekan. Bunisi qanaqa aka? Bu ham 15 mexanika kraskamiz. Kraskasi oldi kapotda. Oldi kapotda kraskamiz bor. Oldi qanot, orqa qanotda kraskasi bor. Bu narx qanaqa aka? Buni 5600 qilib beramiz. 5600 qilib berishar ekan buni. Bunimiz yili necha aka? 2019-yil Spark. Mexanika bu ham, mexanika ekan. Narx qanaqa aka? Buni 6800 qilib beramiz. 6800 kraskamiz. Kraska petno bor, qanaqadir petnochasi bor bu. Mana shu yerda petnosi bor ekan. Akaning nomerini qoldiramiz, aloqaga chiqarasizlar. Bu ham sizlardan aka? Bu kimdan ekan bu Spark? Sparkda egasi yili yangi Spark so'raganlarga 2020-yil 5 yillik umrini yashapti. 24 ming probegi, 24 ming probegda narxi 8200 dan o'tib berishadi. Kraskamiz? Kraskasi yo'q, toza mashina. Balonlar holati yaxshi holatda ekan. Buni yili necha aka? 14. 2014-yil Spark. Toza 60 ming yurgan. Qancha qilib beramiz aka? 6300. 6300 dan kam o'tib berishadi. Sunnatiga o'tib beradigan joyi bor. Buni yili qanaqa aka? 21 ga 22 avtomat korobkamiz. Narx qanaqa buni? 9000 kami bor. Kraskamiz Kraska orqada ikkita petno bor. Orqada petnosi bor ekan. Balonlar holati yangi balon qo'yib qo'yishgan ekan.
Injektor propanda ekan. Akalar, betanga o'chirib turmaysizlar. Bunisi-chi aka? 12 eski motor. Eski ben yürüyor. 2012 eski motor 220 ming yurgan kraskamiz. Kraskasiz petnolari bor ekan. Aka nomerini yozib qoldiramiz, aloqaga chiqaverasiz. Narx qanaqa buni aka? 5300. 5300 dan o'tib berasiz. 5300 dan o'tib beradigan joyi bor ekan. Spark, Farg'ona mashina bozorida Sparklar narxlari.